Bu filialimiz Andijon Bo'zda Dur marketda 2-etajidagi filialimiz. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Biz mana magazinimizga kirdik. Hozir biz 2-etaj Durda 2-etajda biz. Xo'p, ikki tomondan kirsa bo'ladi. Bu tomondan ham kirsa bo'ladi. Kirganingizda mana metrajli, gatoviy tayyor gilamlarimiz bor. Assortimentlarimiz juda ham ko'p. Hozir sizlarga gilamlarning narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Juda ham katta Viber yangiliklarimiz keldi. Jahon yaxshimisiz? Assalomu alaykum keling aka. Hormang aka. Assalomu alaykum. Chimsaga charchamiz. Gilamlarimizni chiroyli qilib ochib, yangilik kelganlardan tovarlarni ko'rsatib, qisqacha obzor qilib berasiz. Xo'p, ko'rib turgan barcha gilamlaringiz kvadratini skikka qo'yib yubordik hozir. 75 ming, 65 ming sotyapmiz. Qalin gilamlarda ham. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Qalin polisterli, yangi keldi. Yek firmaniki bo'ladi. Orqalari kojali, qalin, kapobli bo'ladi. Polisterli bo'ladi. Xizmati bexijolat, qalinligini ham ko'rsatib bering. Bundan tashqari tevasida bular ham polisterli, qayta fasonda bo'ladi. Gullisiz, gullilari ham bor. Bu tarafda gullilari, endi 4 metrlilari bor. Bo'ladi. Qalin, eng shers, turetskiy narsa. Zavodiga kelsa, Samarqand yek zavodi bo'ladi. Turkiya sammesli narsa bo'ladi. Bular kvadratini 110 ming so'mdan qo'yib yubordik. Hozir mana to'ylar mavsumi boshlanib qoldi. Qizlarda seplariga chiroyli qalin gilamlarimiz ham bor. Mehmonxona, zal hammasiga moslab beramiz. Bundan tashqari Yengilroq variantlarimiz-chi? yengilroq kachadelari ham bor. Spanniga so'raganliklari uchun. Xo'p, bularni ko'rishinglar mumkin. Bular endi 4 metrli bo'ladi. Bularning kvadrat narxiga keladigan bo'lsa 75 ming so'mdan. Yana kommentariyaga yozishibdi. Qizillari ham bormi? Qizil ko'rsatmayapsizlar deyishibdi. Qizillari ham bor. Qizildan olib kelib berdik. Juda chiroyli xodimdan so'raganliklari uchun kirchimol. Bola chaqasi ko'p odamliklari uchun qizildan olib kelib berdik. Bundan tashqari 3 metrli, 320, 3,5 metr, 4 metrli metrajlilarimiz ham bor. Ha, bu tomonda hozir uylarning razmerlariga moslab, eni 320 siz 320, 3 metr siz 3 metr, 3,5 siz 3,5. Ha, 370 ga doğru bor ekan, zavodskiy ularimiz. Ha, 370liklarimiz ham o'zi Viberlarni olib kelib ayrim berganmiz. joylarda 370 lik narsa bo'lmaydi. Bizda zakazga chiqarilgan bu gilamlar spesial biz uchun chiqarilgan. Eni 370 lik bo'ladi. Joylarga kesilmaydi. Ellari zavodskiy tikilgan holatda bo'ladi. Roppa-rosa razmerlarga tushaveradi. 3,5 liklarimiz aka, xilma-xil katsivalari bor, gullari 50 xildan oshiq assortimentlarimiz bor. 3 metrliklardan ko'rishingiz mumkin. 30 xildan oshiq Viberimiz bor. Viberlar juda ham ko'p ekan. Bejvitsiz, bejvi, havorangsiz, havorang, hamma assortiment, uyingizni mebel, aboy, hamma rangiga tushadigan variantlari ham bor ekan. Bundan tashqari aka, biz daroshalarimiz bor. Daroshalarimizni ko'radigan bo'lsangiz, premium sifatda, eng paxtali, katsivinli narsa. Mana mehmonxona spanilariga tayyor komplekt variantlari ham bor ekan. Bularimiz juda yumshoq, paxtali bo'lar ekan. Toza paxta bo'ladi, bular sintetika aralashmagan bo'ladi. Bundan tashqari aka, yana bizda taftin paloslarimiz ham bor. O'zbek tilida, xotinlar tilida aytganda Rossiyskiy delta. Bularni ham kvadratini 75 ming so'mdan qo'yib berdik. Ha, bularimiz hali orqasi sintifon o'zi bilan qalin palosimiz. Aha, xuddi o'shandan, ya'ni yupqadan emas, prostoydan emas. Bularimiz ham har xil assortimentlari bor ekan. Eni 4 likdan tortib 3,5, 3gacha variantlarimiz bor ekan. Endi xolovchilarga gatoviy variantlar siz mana gatoviy mehmonxonalarga, zallarga bitta splashni tushadigan variantlarimizda har xil variantlari bor. Mana sifatda bo'ladi, katsivinli narsa bo'ladi. Xizmatiga garantiya beriladi. Bundan tashqari endi 2,5 liklari ham bor va yana yangilik qilib obunachilarimiz uchun 270 lik metraj ham olib kelib berdik. Bunday narsa ko'p talab bo'layotganligi uchun. Mana ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli Viberlarda bor. Bular 2,5 metrlik bo'ladi. 270 so'rash juda ko'p, o'shaning uchun nima bo'ladi? 270 lik bo'ladi. Mana buni ham assortimentlari hamma Viberlardan bor ekan. Ha, hammom vannalarga rezinka, qalinidan, tayyor rezinaviylikdan hamma assortiment gullari, Viberlari bor ekan. Bundan tashqari 2,5 metrli qarin premium sifatli gilamlarimiz ham bor.
Bulardan tashqari, o laxtaylarimizni ham, skikkalarimizni qo'yib yuborganmiz. Juda qalin bo'ladi. Xo'p, bulardan tashqari yana daroshchalarimiz bor. Daroshchalarimiz ham endi 80 dan tortib 2,5-5 metrgacha daroshchalar bor. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, kirchimol so'raganlarga endi 1 metrlik bularda ham Ochib ko'rsatingchi. 1 metri bo'ladi 75 ming so'mdan. Beji fasoni. High-tech fasoni desangiz, high-tech fasoni ham bor. Buni yevropeyskiy xohlagan variantlarga ham gulligi, ham yevropeyskiy varianti bor ekan. Aka. Kimga qaysi yoqsa, o'ziga moslab olib ketaveradi. Bulardan tashqari Buni yana assortimentlarimiz har xil, bularda ham qalin, yupqa, detskiy deysizmi, gulli deysizmi, hamma variantlardan mana juda ko'paygan vibrlari. endi 80liklarni ham ko'rsatsak, bularda ham 50 xildan oshiq juda katta assortimentimiz bor. Tashqariga bola chaqam ko'p, mana kirchimol bo'lsin, bolam desangiz, mana buni ham ko'rishingiz mumkin. 80lik qizil. Hozir kamyob bo'lib turgan svetlardan, juda kam chiqayotgan svetlardan qizilda ham eng tiniq, eng premium sifatdagi qizil gilomimiz bo'ladi. Buni 3 xil rasvetkasi bor. Xohlasangiz, mana ko'k sveti ham bor. Qizil bo'lmasin, ko'kisroq bo'lsin desangiz, ko'k sveti ham bor. Bu ham juda chiroyli chiqqan. Qizili ham, bejivisi ham bor. Bundan tashqari taftin paloslamizni daroshka varianti ham bor ekan. Rossiyskiy paloslarimizni. Bularni ichkari xonalarga solib, tashqariga yengilroq bor deydiganlarga u variantlarimiz ham bor ekan. Mana yengilroq paloslarimiz, bular narigilardan ko'ra juda arzonroq variantda. Bularda ham har xil razmerlari bor ekan. Bu tomonda gotovoy tayyor gilomlarimiz. Tayyor gilomimiz ham bormi? Tayyor gilomimiz ham bor aka. Tayyordan ham ochib ko'rsatamiz. bir ikkita ochib beringchi. Bunimiz aka tayyor gilom 320 ga 4 metr bo'ladi aka. Bunimiz razmeri bag'i 320, bag'i 4 metr. 4 metr bo'ladi. Bular ham aka orqasi kanobli bo'ladi. Hali yuvganingizda rasvo chiqib ketmaydi. Xizmati bexijolat narsa buklab ishlataveradi. Hech qanaqa sinib, kirakmali yo'q. Sirayib, torayib qoladigan gilom yo'q, emas. hech narsa bo'lmaydi. Yuvishingizga, plisot qilish, shpritsingizga garantiya beraman. Shpirganingizda ip ushlab olib, plisot qilganingizda tikib qo'yib yubormaydi. Bu gilomimiz necha pul? Mana shu hozir 320 ga 4 metr. Mana shu turishi necha pul mana shu Xo'p, gilomimiz? bu gilomimizni obunachilarimiz uchun aka 690 ming so'mga qo'yib yubordik. Mana shu turishini. Mana shu turishi 690. Kvadrati bor, shu turishi gilomimiz. Ikkinchi gilomimiz aka, kirchimorog'i desangiz, bunisi bor mana. Kirchimorog'i. Bu gilomimiz aka. Bu ham chekkalari popili bu. Bu ham premium sifatida qalinligini ham ko'rsatib beraylik aka. Bular ham popili, bular ham yaxshi qalin gilom ekan. Bular ham o'sha aytgandek orqasi kanobli bo'ladi. Hali yuvganingizda kichiklashib, bu yoqda buklab ishlataverasiz. Hech narsa bo'lmaydi. Xizmati bexijolat narsa aka. Kesalarning assortimentlarimiz juda ham ko'p ekan. Vibrlarimiz juda ham serob ekan. Aytgan vibrlaringda, aytgan palos, gilom, qalin deysizmi, yupqa, hamma assortimentlardan bor ekan. Manzilimiz o'sha, bu filialimiz Andijon Bo'zda Dur marketda 2-etajdagi filialimiz. Sizga qaysi viloyatda yana kerak bo'lsa filialimiz kommentariyaga yozsangiz, sizga tushuntirib, batafsil narxlarini tushuntirib olamiz. Pastga hozir nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Kimga qanaqa gilom razmer zarur bo'lsa, murojaat qilib, telefon qilsalaring tushuntirib aloqaga chiqishadi. Sog' bo'linglar. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Andijon viloyat Bo'z tumani bo'ladi. Andijon tarafdan kelishda, masjiddan o'tganingizdan keyin, Yazavon tarafdan kelganda, pochtadan o'tganingizdan keyin bo'ladi. Dur savdo markazining 2-qavatida bo'ladi. Xo'p, yo'limiz bekiq, razvorot qilib kelsanglar, o'sha sport trenirovka zali bor, ashitdan to'g'ridan peshobod nomchalardan keyin to'g'rida Dur savdo markazining 2-etajida bo'ladi. Ikki tomondan yo'limiz bor. Bag'dan ham chiqishinglar mumkin va bu tarafdan ham chiqishinglar mumkin. Hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz.